O'tgan qismda krisachilikka bo'lib turadi deb biza kalamushlarni kechirgandik, lekin bu hiyla bo'lib chiqdi. Kutilmagan moshni sochni kung-fu zarbalari iyagli tagidan kelib tushdi. Shakchilar vodiysi, qasos. Xayra qaramasang hamma joyga tuzoq, yurakkinaga shunday to'kilib ketdi. Lekin poyloqchilarimiz vaqtni behuda sarflagani yo'q. Men Xitoylik kung-fu ustasini shogirdiman. Katta gapiravermayapsanmi? Qo'shnim bo'ladi, brattanni. Nima o'xshamayapman? Tuxumiga o'xshamayapsan. Bachalaga tez aytish kerak. Kim ekan? Liqmon o'g'ri ko'zli hamsiyasi ekan. Shodmon tog'a, eshitdingizmi? Xitoylik o'sha kalamush liqmon o'g'ri ko'zli hamsiyasi ekan. Shu zahoti tezkor guruh o'sha joyga yetib borib shuni aniqladiki, Nimaga? soxta ekan.